شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. Odatda usul ko'p, fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng ichilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Bu yerdə kelgan Rabbi Avzi'ni degan sözün əsli mənası Pərverdigarım, meni toxtub alğın deganlik buludu. Bu yerdəki Süleyman aleyhissalamның Rabbi Avzi'ni an ashkura ni'mataka deganligi Pərverdigarım, sening mənə ata qilgan ulug'var kuch-qudratlaring shu darajada ekanki, navoda azroqla bexudilik qilib salsam, bandichilikning chegarasidan halqib ketib, o'z takabburligimning qorong'uligida alliq oyoqlargadir ketib qolishim mumkin. Shunga ey Parvardigarim, meni kontrolligingda saqlab, shukrona ne'matda mahkam qilgin deganni bildirdi. Demak, mu'min hakavur bo'lmaydi, takabburlik qilmaydi. Takabburlarning illatlaridan yiroq turadi. Payg'ambarlardan ro'z tutgan tunji payg'ambar kim? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?